joriy yilning 24-fevral kuni prezidentimiz tomonidan yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi va mana shu uchrashuvda bir qator masalalar oldinga surildi va o'shandan keyin har payshanba har xil mavzuda yoshlar va rahbarlar uchrashuvi tashkil etilyapti. Qaysi mamlakatni, qaysi davlatni oladigan bo'lsak, eng birinchi o'rinda uni kelajagi ham, uni bor qiladigan ham, ko'klarga ko'taradigan ham yoshlar bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hamma jihatdan rivojlanib boryapti. Islohotlarning hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Butun jahon hamjamiyatini diqqat e'tiborida O'zbekiston Respublikasi turibdi. Bugungi kunda biz yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikka qarshi kurashishni oliy o'ringa olib chiqqanmiz. Bevosita ichki ishlar organlarida vakillar bo'lmasa ham, bank sohasi bo'lishi mumkin, moliya yoki biron bir oliy ta'lim o'quv rahbar rektorlar bo'lishi mumkin. Og'ir toifadagi yoshlarga biriktirib tashlandi, to'g'rimi? Asosiysi Asakabank misol uchun kreditlar ajratish bo'yicha startap g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, qolaversa, og'ir toifadagi yoshlarga qandaydir bir imtiyozli yoki ijtimoiy himoya ko'rsatish maqsadida belgilandi.